Omonmisiz, azizim? O'tayotgan har bir kun siz va bizga ajib va betakror xotiralarni ilinib, aqlimiz va jismimizni chiniqtirib borayotganiga shukronalar qilsak arziydi. Bugun tanimiz sog', xonadonimiz tinch, yurtimiz obod ekan, siz va biz navbatdagi suhbatga ro'baro o'tiribmiz. Azizim, tabiat insonni yaralgan kunidan boshlab to so'nggi nafasigacha qancha imkoniyatlar bilan siylaydi. Biz ana shu imkoniyatlardan qanchalar foydalanganimiz, bilib bilmay xato qilganimiz yoki savob ishlarga qo'l urganimiz bizning taqdir kunlarimizni, hayot kitobimizni belgilab beradi. Ko'pchilik odam imkoniyati borligi yoki yo'qligi haqida juda ham ko'p o'ylanib o'tirishmaydi. Ko'pchilik insonlarimiz bu omadsizlik yo omadi bor deb belgilashga harakat qilishadi yoki ota-onasini taxtli bo'lgani, badavlat bo'lgani insonlarning bolalari ko'proq imkoniyatga ega bo'ladi deb hisoblanadi. Imkoniyat har bir insonda bor. Tug'ma o'sha bola tug'ilishidan boshlab to bog'cha yoshi bo'ladi, maktab yoshi bo'ladimi, u imkoniyat bilan tug'iladi. Lekin u imkoniyatlarni rivojlantirib borish kerak. U imkoniyatlar qay darajada rivojlanishi o'sha odamning qanchalik bunga intilishida, o'z ustida shug'ullanishida, qanchalik bilim olishida, shu imkoniyatdan keng foydalanishiga bog'liq bo'ladi. Har bir odamning taqdiri bekorga yetilmaydi o'zining qo'lida deb. Aynan mana shu taqdiridan noligan yoki turmushi o'xshamagan yoki jamiyatda o'z o'rnini topa olmagan insonlar bilan suhbatlashganingizda shunga imkoniyat bo'lmadi degan bahonani eng birinchi o'ringa qo'yishadi. Ya'ni imkonim bo'lmadi yaxshi o'qishda o'qishga yoki imkonim bo'lmadi yaxshi odamlar bilan birga bo'lishga degan vaj korsonlarni eshitamiz. Ehtimol ularni hamdir o'zini bahonalarida, sabablarida asos bordir qandaydir. Lekin ba'zan men o'ylayman, imkoniyat bilan sharoit noto'g'ri tushunish natijasida ularda shunaqa bahonalarga asos tug'iladi bo'lmaydi. Ya'ni sharoitim bo'lmadi deyish o'rniga imkoniyatim bo'lmadi degan bo'lish mumkin. Keyin hali o'zingiz aytganingizdek, farzandlar tarbiyasida ham ota-ona o'qish uchun sharoit yaratib beradi, imkoniyat emas. Uni o'qishi, qay darajada o'qishi uni o'ziga bog'liq. Ya'ni qanaqa qabul qila oladi, to'g'rimi, nimaga qiziqadi va qanchalar xotirasida saqlab qolib, uni mukammal yana rivojlantiradi. Imkoniyatim bo'lmagan deb o'zini holiga afsus chekadigan insonlar asosan hayotda birovdan ayb qidiradigan, ko'proq shu imkoniyatlarga erisha olmaganimga bu sababchi, u sababchi, ota-onam sababchi, maktab sababchi, jamiyat sababchi, umuman zamon sababchi deb ko'p ro'kach qilishadi. Lekin bunga umuman o'rin yo'q. Suhbatimizga oshno bo'lib o'tirgan azizim, ayni sizning yoshingizda, ayni sizning holingizda sizga atalgan imkoniyatlar qay darajada? O'zingiz hech o'ylab ko'rganmisiz? Bugun erishgan, erisha olmagan yutuqlaringiz, marralaringiz haqida albatta ko'p sarhisob qilgansiz. Ammo nima uchun aynan bugungi ahvolim shu tarzda? Nima uchun bugun aynan shu holatda, shu do'sti yorlar orasida, mana shu mansabda yoki mana shu darajada o'tiribman deb hech o'ylab ko'rganmisiz? Imkoniyatlarim yo'q deydigan inson, misol uchun to'rtmuchali sog' bo'lsa, ota-onasi bo'lsa, bilim berilgan bo'lsa, shart-sharoit yaratilgan bo'lsa, shu imkoniyatlardan faqatgina foydalanib, o'shani singdirish, o'shaning ustida shug'ullanish xolosgina kerak. Boshqa insondan boshqa narsa talab qilinmaydi o'sha imkoniyatdan foydalanish uchun. Maktab, bog'chaga borishga imkoniyat bor. Oliy o'quv yurtiga kirishga imkoniyat bor, bilim olishga imkoniyat bor. Agardagi maktabdagi yoki bog'chadagi yoki oliy o'quv yurtidagi bilim yetarli bo'lmasa, qo'shimcha shug'ullanish uchun qanchadan qancha o'quv markazlari bor, uning ustida shug'ullanishga ham imkoniyat bor. Demak, faqat shart-sharoitni ham, imkoniyatni ham o'zimiz yaratamiz. Butun shart-sharoit bor. Undan tashqari imkoniyatdan foydalanmoqchi bo'lgan odam zamondan, umuman atrof muhitdan faqat yaxshi taraflarini qidiradi. Hayotim yomon bo'lib ketyapti, imkoniyatim yo'q, oliy o'quv yurtiga kira olmayman deb aytilish bu bahonadan boshqa narsa emas. Balki shu odamga shu imkoniyatim yo'q deb o'tirish qulay.
imkoniyatim yo'q desa, demak yon atrofdagi odam achinadi insonga. Voy, to'g'ri, buni imkoniyati yo'q, yordam bera qolay deb. Bir yordam berasiz, 2 yordam berasiz, 3 yordam berganingizdan keyin u odamga juda ham qulaydi. Har doim yordam beradigan odam bor. Buning uchun bir qadam, 2 qadam qilib oldinga yurish yoki tepaga ko'tarilish degan maqsad ham qo'ymasa bo'ladi. O'z-o'zidan boqimandalik kayfiyatini yaratadi. Undan tashqari shu erkaklar yoki ayollar orasida ham mana uyda o'tirib ham masalan ishlamagan yoki o'qimagan ayollarimiz qanchalik bilimli yoki har tomonlama rivojlangan bo'lishi mumkin. Unda ham aytishimiz mumkin, uy bekasi-ku qattan unda imkoniyat shuncha bilimli bo'lishiga. Bu o'sha uy bekasini har tomonlama o'rganmoqchi bo'lgani, o'sha o'quv markazlariga bormoqchi bo'lgan yoki uyda ham kitoblarni o'qib, o'sha chiroyli ovqatlarni yaratish ham bu imkoniyatdan foydalanganligi. Inson umrini fasllarga qiyoslaymiz. Nazarimda eng imkoniyatlari keng bo'lgan fasl bu albatta yoshlik faslidir. Mana shu faslda yashayotgan baxtiyorlarning imkoniyatga bo'lgan munosabatlari, e'tiborlari qay darajada? Avvalambor imkoniyat deganda, men bu harakat degan tushunchani tushunaman. Aytishadiki, yoshlarda imkoniyat ko'p va ko'p. Albatta, yoshlarda imkoniyat asosiysi bu vaqt darajasida imkoniyatimiz ko'p bo'lsa kerak. Sababi biz hali endi hayotga qadam qo'yayotgan shaxs hisoblanamiz. Bizda o'qishga, ishlashga, yangiliklar yaratishga imkoniyatimiz ko'proq hisoblanadi. Lekin bir xillar bor, imkoniyatdan noto'g'ri foydalansa kerak. Yoshlarning imkoniyatining ko'pligida bu bizning maslahatgo'ylarimiz ko'proq bo'ladi. Bizning eng asosiy maslahatgo'ylarimizdan biri bu ota-onamiz, maktab, o'qish, yon atrofdagilar. Yoshlikning o'zi katta imkoniyat. Chunki yoshlik deganda ko'p imkoniyatlar yaratiladi yosh inson uchun. Boshqatdan o'qishi ham mumkin. Yoshligida misol uchun bitta kasb egasi bo'lgan bo'lsa, 3-4 yildan keyin fikri o'zgarib yoki hayotdan kelib chiqqan ehtiyojiga qarab kasbini o'zgartirishga ham imkoniyat bor, chunki yosh. Yana bir marta o'qib olsa bo'ladi. Xatolarni tuzatishga ham bu imkoniyat. Yoshlikning o'zi bu juda ham katta imkoniyat. Men ona har doim aytaman, ona mana 30 yil oldin tug'gansiz, 30 yildan keyin tug'ganingiz hozir meni davrim bo'lgan bo'lardi. Chunki men yoshlikka juda ham havasim keladi. Hech qanaqa bahona betda bo'lmaydi. Masalan, sharoitim bo'lmadi, imkonim bo'lmadi, pulim bo'lmadi, yo'q. Bu narsa bo'lishi kerak emas. Ko'proq imkon qadar u imkonni insonni o'zi qidirish kerak. Chunki hech kim talinkaga solib chiroyli qilib hayotini qo'ymaydi. Insonni o'zi yaratadi. Ya'ni imkoniyatdan kelib chiqarib yaratadi. Azizim, bugun rejadagi qay ishni amalga oshirdingiz u qay biriga ulgurmadingiz? Ammo o'ylab ko'ring, qay imkoniyatdan foydalanib, kimningdir o'ksik qalbiga taskin so'z topib aytdingiz? Bu imkoniyat siz va bizga asl amal kitobimizga savob yozilishiga sabab bo'ldi. Ba'zan biz bilib bilmay juda ko'p imkoniyatlarni boy beramiz. Bugun qaysi bir yor birodarimizni yo'qlash, ko'nglini topish yoki uning kamini to'ldirish imkoniyatimiz bor edi. Ammo afsuski, qay bir ish bilan chalg'ib ketdik. Yana ming afsuslarga sabab bo'lguvchi juda ko'p xatolarimiz bor. Bilib bilmay kimnidir ranjitdik, kimgadir ozor berdik, kimnidir xatolarini yuziga solib, uni qalbini yaraladik. Yoshligimda orzu qilardim sog'lom bo'lib ketishni, o'shanga intilganman-da. 4 marta operatsiya qildirganman oyog'imni, lekin natija bo'lmagan. Hech ham o'zgarish bo'lmagan. Bo'lgan ozroq. Ko'nglimdagiday butunlay tuzalmaganman-da. Mayli, endi bir ayolli baxtingiz bor ekan, oilangiz bor ekan. Sog' bo'ling. Turmush o'rtog'im yaxshi, tushungan. Ikkovimiz nogiron bo'lsak ham bir-birimizni tushunib yaxshi hayot kechiramiz. Ikkita bolamiz bor. Ikkalasi ham sog'lom.
Kattasi 11 yoshda, kichkina o'g'lim 5 yoshda. Ikkalasi ham sog'lom. Men yoshligimdan mehnatsevar bo'lganman. Даже ota-onamni pullariga muhtoj bo'lgan odam emasman. Men faqat intilganman shu ota-onamga og'irligim tushmasin, o'z kunimni o'zim ko'rish niyatida yashaganman. Yoshligimdan maktabni tugatiboq уже ishga joylashganman. Ishni ishlab turib hunarni egallaganman. Hozirgi kunda faqatgina uyga zar tikib, oilamizni xudoga shukr yaxshi yashayapmiz. Bekamchilik desam ham bo'ladi. Shu yetadimi masalan oila ro'zg'or xarajatlariga? Mehnat qilgan kishi hech qachon xo'r bo'lmaydi. Intilgan kishi nima niyat qilsa albatta yetadi. Men faqat yaxshi niyat bilan intilib yashayman. Xudoga shukr oilamiz ko'pchilik go'zal, lekin biron kishini muhtoj emasman, biron kishini yordamiga. Ishimni ko'rib turib, yana zakaz keladi. Yaxshi zakazchiklarim ko'p, даже uspet qilmayman. Faqat men sekin tiksam ham sifatli tikaman. Uzoq vaqtga cho'zilsa ham sifatli tikamiz. Kimdan o'rgangansiz? Ustom bor, Manzura ismli ayoldan o'rganganman. Keyin qolganini o'zim olib ketganman. Faqat zar tikishni o'rganganman, tamom. Qolganini o'zim ijod qilib, gullagacha o'zim ijod qilaman, o'zim chizib, boshdan oxirigacha o'zimni qo'limdan chiqadi. Xo'jayinim mendan ham chiroyli tikadilar desam ham adashmayman. Ularga men o'rgatganman. Biladi, har qanaqa sharoit, har qanaqa muhit, tushkunlikka tushgan paytlar bo'ladi. Xursand bo'lib, Xudodan rozi bo'lgan paytlar bo'ladi. Hammasi bu hayot bu. Ko'nikib chidab yashaymiz. O'zingiz imkoniyatim cheklangan deb o'ylaysizmi o'zingizni? Yo'q. Men doim yaxshi niyat bilan intilib yashayman. O'zimni xafa qilib qo'ymayman. Qanaqa orzularingiz bor, Gulandon? Orzularim ko'p. Xudo xolasa ikkita farzandimizni yaxshi kunlariga intilib yashaymiz. Faqat yaxshilik, yaxshi nom qoldirish. Zuhra opajon, o'zi ochig'i Gulamdon xon bilan sizni tadbiringizda, siz boshlagan katta ishning debochasida tanishdik, uchrashdik. Bizda endi shunaqa qabul qilingan nogiron insonlarning imkoniyati cheklangan deb ataymiz. Lekin shunaqa deb munosabat bildiramiz. Lekin aslida mana bunaqa ayollarni, bunaqa insonlarni ko'rganda ularning imkoniyati aslo cheklangan emasligini ko'rib amin bo'ldim. Mana respublikamizning mustaqilligiga 16 yil bo'lgan bo'lsa, 16 yil avval imkoniyati cheklangan nogiron insonlarni status bo'yicha ishga yaroqsiz, o'qitilmaydi deb yozilib kelardi. Qayerga bormasinlar ishga qabul qilinmasdi. Bunaqa hunarlar o'rgatilmasdi. Maxsus bir maktablarda, maxsus bir internatlarda ularni ushlanardi. Hattoki shunaqa insonlar, shunaqa ayollar borligini ko'pincha bilmasdik. Hozirgi kunda imkoniyati cheklangan ayollarga juda katta yo'l ochib berildi. Ya'ni mana hozirgi imkoniyat deb gapirilgan bo'lsa, bizning imkoniyatimiz cheklanmagan. Bizning jismoniy jihatdan imkoniyatimiz cheklangan. Lekin o'sha tafakkur, o'sha dunyoqarash hech bir narsadan kamimiz yo'q. Lekin jismoniy kamchilikka buni mana go'sta anu invalidmi, anu nogironmi deb aytishadi. Ana shu bir og'iz so'z bizga juda katta ta'sir qilishini, ana shu so'zdan biz imkoniyat qidiramiz. Yana mana shu to'rt muchali so'q insonlardan biz hech qanaqa kamchilik joyimiz yo'qligini isbotlash maqsadida hamma ishlarni o'zimiz qilamiz. Nafaqat mana markazimni qizlari, assotsiatsiyaga kelgan qizlarimiz ham hammasini ishlari bir-biridan chiroyli. Ularning dunyoqarashi, fikrlashi hech qaysi bir sog'lom, yetti-muchali sog' qizlardan, ayollardan kam emas. Ortiq bo'lsa borki, lekin kam emas. Chunki ular sog'liqni, hayotni go'zalligini qadrlab bilishadi. Unga intilishadi. Ularda umuman fikrlash boshqacha. Chunki ular hayot go'zalligini, hayotdan imkon boricha foydalanishidan
lazzatlanib yashaydilar. Chunki mana 4 nechali sog' ayollar, qizlarimiz bor. Biz ularni tushunmasak kerak. Chunki ular fohishalik qilishadi, o'g'irlik qilishadi. Axir ularda juda katta imkoniyat. Ular juda ham ko'p ishlar qilsa bo'ladi. Ularni jismoniy kamchiligi yo'q, ular har qatga oyog'i ham, qo'li ham yetadi. Lekin undan foydalana bilishmaydi. Lekin imkoniyati cheklangan qizlarimiz, ayollarimiz aql zakovati bilan shu oxirgi imkonini ishga solib, mana shunaqa go'zal asarlar yaratishadi. Menimcha, bu ham bir san'at bo'lsa kerak, inson o'zidagi oxirgi imkoniyatini ishlata bilish. Mana siz bilan tanishganimizga ancha yil bo'ldi. Sizni men shu 11 yil davomida kuzatib kelayotgan bo'lsam, nafaqat men, butun respublika aholisi, nafaqat bizni azizim ko'rsatuvdi, balki O'zbekiston televideniyasining ko'p ko'rsatuvlarida sizni faoliyatingiz yoritilib keladi. Siz olib borayotgan ishlar, atrofingizga jamlayotgan insonlarning faoliyati, ularning bir intilishlari to'g'risida ko'p hikoyalar bo'lgan. Ochig'i ibrat qilib ko'rsatsa, ibrat olsa, maqtasa arziguli ishlar siz rahbarligingizda bo'layotgandan juda ham xursandmiz. 2007-yil ijtimoiy himoya yili deb prezidentimiz tomonidan e'lon qilindi. Mana shu ijtimoiy himoya yilida respublikamizda hamda hukumatimiz tomonidan, davlatimiz tomonidan mana shu imkoniyati cheklangan insonlarga bo'lgan e'tibor, hurmat juda ham kattaligini, mana shu imkoniyati cheklangan ayollar respublikada juda e'zozlanganligini mana shu uyushmamizda tashkil qilinishi bu bir isboti. Chunki 2007-yil 27-fevral kuni bizning assotsiatsiyamiz Adliya vazirligidan qayd etildi ro'yxatidan. Ana shu respublikamizda mana shu imkoniyati cheklangan ayollarni jamiyatga kirib kelishi bo'ldi. Chunki ular shahdam kirib kelishdi. O'zlarining chiroyli ishlari bilan, o'zlarining mehnatini aytib o'tganimdek, oxirgi imkoniyatlarni ishga solib. Chunki o'sha uyushmamizda taqdimot marosimi bo'lganda bu nafaqat toshkentlik qizlarimiz, balki respublikamizda ko'pgina viloyatlardan ayollarimiz, qizlarimiz qatnashdi. Shunda men juda hayajonlandim. Men hayajonlanganim, xursand edim shunaqa ayollar borligini respublikamizda. Chunki ularni mana hozir ko'rib o'tdinglar, ularni yaratgan ishlari, asarlari, ularning hayotga bo'lgan intilishlari hech qaysi bir sog'lom ayollarnikidan kam emas. Shuning uchun bu taqdimot marosimimiz juda ko'p davlat tashkilotlari, vazirliklar, juda ko'p yoshlar tashkilotlaridan kelishdi. Rostini aytsam, ko'pchilik bunaqani kutmagandi. Menimcha hamma hayron. Nahotki shuni imkoniyati cheklangan ayollar, qizlar yaratishdi, yoshlar yaratishdi. Biz lekin faxrlandik. Mana respublikamizda xorij mamlakatlarni o'z fikrini bildirganda biz o'zbekistonlik imkoniyati cheklangan ayollarni irodasi kuchli ayolligiga qoyil qoldik deb aytdi. Ana shu bizga berilgan yuksak baho edi. Nafaqat biz o'zimizni, balki biz yashayotgan shahrimizni, mana shu O'zbekistondagi barcha bo'layotgan ishlarni biz shuni ko'rsata oldik. Mana ijtimoiy yilida bizga bo'lgan hurmat, e'tiborni biz ko'rsatib bera oldik. Men hayron qolaman-da, mana bu qanaqadir hayotdagi paradoksmi, haqiqatning aksimi? Nimaga shunaqa? Nimaga sog'lom, haligi har taraflama qobiliyati ham bor, sharoiti ham bor, imkoniyati bor insonlar ba'zan arzimagan narsadan tushkunlikka tushib ketishadi. Hayotda o'z o'rnini topa olmay qoladi. Nega shunaqa ekan, Dilara? Shu odamlarning ichida biz ham to'laqonli insonmiz. Bizning ham xuddi shunaqa sizlarga o'xshagan imkoniyatimiz bor. Biz ham kamolga yetsak bo'ladi. Biz ham yaxshi fikrlimiz, xuddi sizlarga o'xshagan insonmiz. Faqatgina bitta kamchiligimiz bor deb dunyoga qichqirib solgiligi keladi. Shuning uchun butun umri davomida isbotlayman deb
tirmashib intilib shunday yutuqlarga erishishadi. Lekin to'laqonli insonlar hayotida juda ko'p imkoniyatlarga ega, lekin shuni qadrini bilmaymiz. Har bir vaqtimizni, suyangan tog'imiz borligini ham qadriga yetmaymiz. Bunday nuqsoni bor insonlar, jismoniy imkoniyati kam bo'lgan insonlar, suyangan tog'im yo'q, baribir tirmashadigan odamim yoki menga yordam qo'lini cho'zadigan inson bo'lishi mumkin, lekin o'zimning kuchimga ishonishim kerak degan fikr bilan yashaydi. Mana Gulomdonxonni suhbatlarida ham xuddi shuni payqadingizda, muhtoj emasman deyapti. Hech kimga muhtoj emasman. O'zimni o'zim eplayman, o'zimni o'zim boqaman, kerak bo'lsa boshqalarga ham yordam bera olaman deyaptilar. Bu albatta ularning ustun tomonlik, ustunligi nimada? Shu imkoniyatni qadriga yetganlarda deb o'ylaymiz. Imkoniyatlarini sezmayotgan, ko'rmayotgan, bilmayotgan, payqamay umr o'tayotganlar katta xato qilyapti va noshukrona insonlar deb o'ylayman. Kimgadir og'ir botsa, uzr so'rayman. Shodiyaro bilan keldik. Nogiron ishbilarmon ayollar milliy assotsiatsiyasining viloyat bo'yicha raisiman. Mana bunday bugungi ko'rgazmalar biz uchun juda ham katta imkoniyat tug'dirmoqda. Chunki mana shu nogiron ayollarimiz uyda o'tirib qolmay, o'zlarini o'sha jamiyatimizda o'zini kerakligini his qilmoqchi bular, shu qilayotgan ishlari bilan. Bular haqiqatan ham mayli jismonan nogirondir, lekin ular aqlan yetuk odamlar. Ularning qo'lidan juda ko'p ishlar keladi. Juda ko'p bir fantaziya holida yaratgan san'at asarlari yaratilyapti. Mana shu xalq hunarmandchiligi bo'yicha Nasibaxonning ishlarini olib keldik. Bular Nasibaxon o'zlarini o'sha qo'l mehnatlari bilan kichik gilamchalar to'qiydilar. Keyin mana chimildiqlar quroq usulda yasab, har birini o'sha bir kashtalar bilan bezaganlar. Keyin mana bunaqa chiroyli bo'yjilagimiz bor. Uni kelinchaklar, chiyaldi, chiroqchining ayollari yopinishadi. Ular o'sha meros bo'lib kelyapti. Avlodlardan avlodlarga o'tib, ajdodlardan avlodlarga o'tib. Bu jilagimiz hozir haqiqatan oqtarsangiz topa olmaysiz, lekin biz mana shu jilakni qo'l mehnati bilan Nasiba oyda o'sha ishlarning ichidan topa oldik. Qo'l mehnati bilan, kashtalar bilan bezatilgan. Buni kelinchaklar yopinadimi? Kelinchaklar yopinishadi. Bular o'sha har bir kelinchakda sandig'ida turish kerak, sip sifatida. Bugungi kunda unutilib ketyapti, lekin mana shu unutilib ketgan xalq hunarmandchilik kashtalari namunalarini mana shu Nasibaxonga o'xshagan bir fidoyi insonlar xalqimizga yetkazib, o'shalarda haqiqatan ham shu momolarimiz, o'sha onalarimiz yopinib kelgan jelaklarda bugungi kunda agar shular o'sha asrab qolmasa, biz balki unutib yuborarmiz. O'sha kelajak avlodimiz balki buni nimaligini bilishmasam. Shuning uchun bu ko'rgazma haqiqatan imkoniyat. Juda ham katta imkoniyat. Rejalarimiz juda ham katta. Xudo xohlasa, milliy hunarmandchilik bo'yicha mana shu O'zbekiston milliy nogiron ishbilarmon ayollar milliy assotsiatsiyasi bilan birgalikda chiroyli grantlarga harakat qilyapmiz. Bu ham juda katta imkoniyat. Xudo xohlasa, yanada mana shu viloyatimizda xalq hunarmandchiligi bo'yicha katta ishlarni amalga oshirmoqchimiz. Men ikkinchi guruh nogironman bolalikdan. Men 2,5 yoshlarimda qo'rqishdan paralish bo'lib qolaman va mana shu Toshkentda Krasnomayka domida Detskiy Respublikanskiy internat bolnitsada 12 yil to'shakda yotdim. Va qo'qqisdan bu men uchun albatta mo'jiza. Qo'qqisdan Xudo sog'lik berib men yurdim. Va o'z suyagimda ko'tarib yuribman. Xo'jayinim ham ikkinchi guruh nogironi, ikkimiz ham o'rta ma'lumot egasimiz. Bir nafar farzandim bor, ismi Nargiza, 8-sinfda o'qiydi. Men mana shu hunarmandchilik bilan shug'ullanib, bekor o'tirmaslik uchun men juda ham bundan mamnunman. Xudo sog'lik berganidan ming marta shukronalar aytaman. Va mana shu yerga kelganimiz uchun mana shu nasib qilgan ekan, men juda ham cheksiz darajada, faqat men ta'riflab bera olmayapman xursandchiligimdan. Men yurtimga foydam tegishini xohlayman va umrbod mana shu foydam tekkanligidan xursand bo'lib yurishni xohlayman. Aslida tan olaylik, har bir qilgan xatti-harakatimiz, foydalangan, g'animat bilib ko'rgan imkoniyatlarimizdan yaralgan aslida bugungi kunimiz. Bugun
sizning sizligingiz, bizning mehnatlarimiz evaziga ko'rayotgan kunimiz aslida o'sha imkoniyatlar yig'indisidan, imkoniyatlar salmog'idan iborat emasmi? Izlagan imkon topadi degan gap aniq gap. Izlamaganga albatta shart-sharoit ham, imkoniyat ham yo'q. Azizim, umrimizning bir kuni, bir oni qolsa-da, u bizga yaxshiliklar qilib, umr daftarimizni xayrli amallar bilan bezash imkoniyatini beradi. Faqat ana shu imkoniyatni qo'ldan boy bermasak bo'lgani. Sizga ikki olam saodatini, ikki dunyoda aziz va mukarram bo'lishlikni tilab xayrlashamiz. Omon bo'ling, azizim. Omonmisiz, azizim? Ayni damda taningiz sog', xotiringiz jam, xonadoningizda osoyishtalik va xursandchilik hukmron degan umiddamiz. Bugun siz bilan anchadan beri o'ylab qo'ygan masalalar bo'yicha suhbatlashib, fikrlashmoq niyatida jam bo'lib turdik. Odamzod tug'ilganidan buyon ne kunlarni ko'radi? Xohlaymizmi, yo'qmi? Ba'zida o'tayotgan kunimizga, bajarayotgan ishlarimizga nazar solamiz. Qay ishimiz to'g'ri bo'ldi, qay birida xato ketdi. Xatolarni tan olmoq, uni to'g'rilash uchun harakat qilmoq ham insondan mardlik, jasorat talab etadi. Bugun bilib bilmay qilgan xatolarimiz, yo'l qo'ygan kamchiliklarimiz haqida biroz mulohaza yuritamiz. Ko'proq insonni xato qilishiga sabab bo'ladigan asosiy omili uni eng avvalo shaxsini qanday tarkib topganligi, uni shaxs xislatlari. Shu bilan birga shaxs xislatlari degan narsani o'zi juda ham keng tushuncha, ya'ni uni xarakteri, temperamenti va qanday dunyoqarashga ega ekanligi, shaxsini yo'nalganligi, bular hammasidan kelib chiqqan holda turlicha xatolarga yo'l qo'yishimiz mumkin. Masalan, qiziqqon temperamentga ega bo'lgan xoleriklar ko'proq shoshma-shosharlik tufayli, hissiyotlari ularni aqli, zakovat ustidan ko'proq hukmronlik qilishi oqibatida, hissiyotlarni boshqarishga qiynalishlari va ta'sirga tez beruvchanliklar oqibatlarida ham juda ko'p xatoga yo'l qo'yishlarga sabab bo'ladi. Hamda insonning meniga bo'lgan munosabati asosiy bizning shaxsimizni haligi o'zagini tashkil qiladi va mana shu menimizni birinchi planga qo'yishimiz yoki bo'lmasa eng oxirgi o'ringa qo'yishimiz ham ko'pincha xatolarga yo'l qo'yishimizga olib keladi. Hamda fikrlash doirasining kengligi yoki torligi, ko'proq o'z manfaatimiz nuqtai nazaridan vaziyatlarga baho berishimiz, uni har tomonlama tahlil qila bilmasligimiz va vaziyatdan chiqishning samarali yo'llarini topa bilmasligimiz ham juda ko'p xatolarga yo'l qo'yishimizga sababchi bo'ladi. Xato qilmaydigan ham odam bo'ladimi o'zi? Xato qilmasdan iloji yo'q, baribir ishlagan odam xato qiladi. O'ziga haddan tashqari ko'p ishonib borishda ko'proq xatolar kelib chiqadi deb o'ylayman. Sabablardan biri demoqchisiz. Sabablardan biri. Shuning uchun albatta, endi kasbiy nuqtai nazardan gapiradigan bo'lsam, bizda shuning uchun ham konsilium qarori deyiladi. Biron bir bemorga nisbatan biror bir davo chorasi, tashxis chorasi, tashxis belgilanayotgan davrda bir kishini fikri bilan qilinmaydi. Bu albatta 2-3 kishini. Keyin bizda hali mentalitetdan kelib chiqqan holda bizning millatimizga xos bo'lgan narsa ko'pincha boshqalarning fikrini inkor qilish bor. Bu ham juda katta xatolarga kiradi. Bunaqa agar bir kishining fikri bilan ish tutiladigan bo'lsa, xatolar qilish ehtimolligi oshib boradi. Hech bir inson xato ish qilaman deb niyat qilmaydi. Niyat qilmaydi. To'g'rimi, Hoji Akbar aka? Birinchisi kasb tanlashda xato qilmaslik. Ikkinchisi oila tanlashda, oila qurishda yanishmaslik. Va uchinchisi bu farzandlarni o'ziga mos joydan kelin, kuyov qilib oila yaratib, juftlik yaratib berish deb hisoblanadi. Masalan, ma'ruf sohasida qo'yilayotgan xatolar bir millatni savodsiz bo'lishiga olib keladi. Tabobat sohasida qo'yilayotgan xatolar
bir millatni nosog'lom xalq bo'lib qolishiga sabab bo'ladi. Bizda shu malaka oshirish instituti biz asosi shu vrachlarimiz, doktorlarimiz xatolikka yo'l qo'ymasliklari uchun ularni har 3 yil, 5 yilda biz qayta o'qitib turamizki, bularga har doim shu o'zimizning ma'ruzalarimizda ta'kidlab o'tamiz. Xatolikka keltirib chiqarish mumkin bo'lgan holatlar bu taktik xatolik, keyingisi bu diagnostik tashxisdagi xatolik va davolanishdagi xatoliklarga kiradi. Va bu xatoliklarni yana o'lim sabab bo'ladigan xatoliklar bu jinoiy javobgarlikka tortiladigan xatoliklarga kiradi. Hozirgi suhbatdoshlarimiz sizlarga tanishtirmoqchi edik. Buxoro safarida bo'lganimizda bitta oila bilan tanishdik. Bular Buxoro davlat universitetida dars berishadi. Ikkalalari ham filologiya fanlari doktori. Ilhom aka G'aniyev, ayollari Nodiraxon Afoqova. Mana bular oilalarini ko'rib turibsiz. 3 nafar farzandlari bor. Jadidchilik adabiyoti bo'yicha shug'ullanishgan, bir qancha kitoblar yozishgan bular. Xatolarsiz hayot, xatolarsiz taraqqiyot, xatolarsiz bir narsaga erishish nihoyatda qiyin. Agar olam bilan odamzodning taraqqiyotiga e'tibor qilsangiz, xatolar bilan to'la. Lekin hamma gap shu xatolardan to'g'ri xulosa qilib bilishda. Tarixning ham vazifasi o'tmishdoshlarimiz qilgan xatolarni biz avlodlar takrorlamasligimiz uchun biz tarixni o'rganamiz. Inson odamzod yaralibdiki, ongi yaralib, yozishi, o'qishi bilibdiki, didaktik asarlar yozilib kelyapti. Necha ming asrlardan beri. Odamzodga bu qilish mumkin, bunday bo'lish mumkin emas degan yo'l yo'lovlar juda ko'p ko'rsatilgan, lekin baribir odamzod qoqiladi, yiqiladi, xato qiladi, adashadi. Nega shunaqa? Chunki xalqni o'zini bir gapi borda, beayb parvardigor deydi. Xato qilish bu insonga xos xususiyat. Mana hayotda omadsizlik bo'ladi, shundan tushkunlikka tushmasdan balkim shu birinchi omadsizlik, ikkinchi, uchinchi sizni g'alabangiz uchun bir poydevor ham bo'lishi mumkin. Ayrim bir xatolar bo'ladi, shunga ham shukr qilish kerak. Katta ham xato qilib qo'yishi mumkin edi-ku. Demak, Xudo sevgan bandasiga xatolardan to'g'ri xulosa qilishni nasib etadi. Avval xato qilasiz. Masalan, birovga ishonasiz, yo birovga e'tiqod qo'yasiz, yoki bir adashasiz. Shu adashganda agar men adashdim deb tushkunlikka tushib butun hayotga agar norozilik bo'ladigan bo'lsa, bu kelajak qorong'u bo'lib qoladi. Hamma gap shundan iboratki, aytish kerak, men agar shu kichkina xato qilmasdan katta xato qilsaganda nima bo'lardi? Xudoni sevgan bandasi kichkina xatolardan to'g'ri xulosa qilib, katta-katta ulug' orzu niyatlarni qilish kerak. Xatolar endi bir ogohlikda aslini olganda bizlarni ogoh qilib turadi. Demak, nima qilish kerak, nima qilmaslik kerak. Agarda inson xato qilmaganda edi, u farishta bo'lar edi, inson bo'lmas edi. Insonlikning mohiyatida bor-da shu narsa. Lekin bu degani ham biz inson ekanimiz, xato qilishimiz kerak ekan deb hamma narsani tavakkaliga qilib ketaverishimiz kerak degani ham emas. Mana bu kishi juda to'g'ri aytdilar, xatolardan saboq chiqarish degan. Hayotda har kimning o'z kasb-kori bor. Har kim qo'lidan kelgan ishi bilan mashg'ul bo'ladi, tirikchilik, ro'zg'or tashvishlari bilan umr o'tkazadi. Lekin fe'limizda shunday bir xususiyat borki, ba'zan biz o'zgalarning xatosini kuzatishni, o'zgalarning xatosidan saboq olishni xush ko'ramiz. Saboq olsak-ku yaxshi, ammo aynan xato qilishlarni kutib yashash, ularning xatosidan masrur bo'lish bu insoniy fazilatlarga ega insonga xos emas ekan nazarimizda. Har bir soha vakili o'zini, misol uchun o'zini sohasidan tashqarida bo'lgan holatlarga baho berishi ham noto'g'ri. Ko'proq insonlarni haligi davralarda gapiradigan sohalari bu meditsina bilan, ikkinchisi siyosat. Siyosatga umuman kecha birga maktabda o'qigan, mahallada katta bo'lgan insonlarimiz siyosat haqida shunaqangi bir suxandondek qilib gapirishadi. Ba'zida endi biz ziyoli insonlarga bu xos emas, ularni kesib
gapini to'xtatish, shuni tinglab o'tirgan holda bexosdan ba'zida ranjib ham qolasiz. Yoki ko'proq biz guruhlarga kirganda, to'y hashamda, davralarda o'tirganimizda ayniqsa ko'p bizni meditsina sohasi haqida gap ochib qolishadi. Na bir statistikaga, na bir bu har bir kasallikning o'zining statistikasi bor. Biz ma'ruza o'qishdan oldin har kuni bir kun oldin kitobni ochib, shularni talqin qilgan holda o'zimizni tinglovchilarimizga yetkazamiz. Lekin o'sha haligi guruhlarda o'tirgan ba'zi insonlar bu sohadan yiroq bo'lgan holatda ham o'zlarining fikrini bildiradi. Men falon joyga borgandim, falonchi tabib ekan, u kishini ma'lumoti qanaqa, qayerda o'qigan. Butun haligi bir tabibga boruvdim, poliomielitni mana bunaqa qilib davolar ekan degan. Butun boshlik bir travmatologiya institutida 30 dan ortiq meditsina fanlari nomzodlari, 10 dan ortiq fan doktorlari, olimlar shu masala ustida bosh qotirib tursa-yu, men misol uchun aytyapman-da, bosh qotirib tursa, uni ustida chet ellarga, Fransiya, Angliyada bo'layotgan seminarlar, kongresslarda qatnashsa, butun dunyoning fikrlarini bilib kelgan insonlar bu kasallik haqida yaxshi bilmasligi mumkin ekan-ku, oddiy bir xalqning ichidan chiqqan bir tabib kechagina chiqqan yaxshi biladi degani men uchun balki rostdan ham bordir, Alloh yuqtirgan shunaqa insonlar bordir-ku, lekin men hali shular bilan suhbatlashib ko'rganimda rostdan ham shu kasalliklarni davolaydigan bo'lsa, qaniydi biz ham ulardan ozgina maslahat olgan bo'lardik. O'zimizni tinglovchilarimizga mana shu yerda shunaqa insonlar bor ekandirdik. Kelingki, har kim o'zini sohasi bilan shug'ullansa, o'zini ustida, o'zini kasbini ustida ishlasa, xatoliklarga kamroq yo'l qo'ygan bo'lardi degan fikrdaman. Har o'tgan kun bizga yangicha saboq beradi. Kimni ko'rib, kim bilan do'stlashib, suhbatlashar ekanmiz, uning sa'y-harakatiga, yashash tarziga e'tibor beramiz. Yutuqlaridan o'rgansak, xato kamchiliklaridan aziyat chekamiz. Oramizda bizning xatoyimizni kutib, qadamimizni o'lchab, so'zimizga e'tibor berib, o'zgacha baho berayotgan insonlar ham yo'q emas. Aslida umrini mana shunday arzimas, betayin, besabab ishlarga baxshida qilayotganlarning o'zi juda katta xatoga yo'l qo'yaptilar. Shu xato qilganlarni ta'na qilishdan saqlanish kerak. Bizni bir milliy mentalitemizda gohida o'zimiz bilmasdan turib ham birovni ayblashga o'chligimiz bor-da. Endi bir go'dagam yiqilib keyin yurishni o'rganadi. Masalan, bir odam hayotda, ilmda, do'st tanlashda, kasb tanlashda, xo'p, yoki bir ishni amalga oshirishda xato qilish tabiiy narsa. Lekin eng asosiy narsa biz mana shu milliy mentalitemizda bo'lgan kamchiliklardan qutulish yo'lidan bittasi odamlarning xatolarini ta'na qilmaslik. Iloji bo'lsa ularga bir yaxshi yo'l ko'rsatish. Chunki bu dunyoning o'zi ibratli dunyo. Ibratli dunyo. Shunday qaraysiz, tabiatga sizga xatolarga xulosalari bor. Lekin yana bitta joyi bor-da. Shu bitta xatoni sabog'i o'nlab kitoblardan ko'ra kuchliroq bo'ladi. To'g'ri aytasiz. To'g'ri aytasiz. Hali siz bilan eslaganidek, mingta nasihatdan bitta musibat yaxshi degan. Ya'ni inson o'zini boshiga tushmaguncha bu kitoblarda yozilgan, dostonlarda kuylangan, mingta do'sti yor qayta ta'kidlagan yo'llardan qaytmaydi. Boshiga tushib ko'rmaguncha. Endi qiziq bu hayot. Biz azaldan 1-sinfga borgandan, alifboni boshlagandan xatolar qila boshlaganmiz. Undagi xatolarimiz qog'ozga tushgan-u, ko'rib beradigan, baho qo'yadigan ustozimiz bo'lgan. Men o'zim anglagan bir haqiqatni sizga aytmoqchiman. Ko'p yilligaligi talabalarga dars berganim uchun va o'zimning hayotimda shu narsani sinaganim uchun kimki bir xato qilsa, kichkinami, kattami, siz tushunsangiz umrbod yoddan chiqmaysiz. O'sha xato qilganda to'g'ri yo'lga boshlasangiz, xato qilganda kechirsangiz, o'shani xatosini kechirganligingiz sizga bir muhabbatga aylanadi. Sizga nisbatan nima? Sizga nisbatan ham, o'ziga nisbatan ham. Mana bu aytyapsiz, boshlang'ich sinflarda bizning xatoyimiz o'qituvchimiz tuzatardi. Hayotda kim tuzatadi? Ha deb kattalar bolani xatosini tuzataversa, xatolarni ko'rsataversa, bola shunga odatlanib qoladi va natijada doim xatosini kimdir ko'rsatishga muhtojlik sezib qoladi. O'zi uchun o'zi prokurorlik qilish yana imkoniyatga ega bo'lmay qoladi.
Shuning uchun eng avvalo biz tarbiyada xatoga yo'l qo'ymasligimiz asosiy shartlardan biri bolani xarakter xislatlarini me'yorida shakllantira olish. Har bir xislat me'yordan ortiq bo'lsa ham, kam bo'lsa ham uni xato qilish uchun qulay imkoniyatni yuzaga keltirib qo'yaveradi. Masalan, odamlarga kuchli mehr muhabbatli qilib qo'ydingiz bolani. Bundoq qaraganda yaxshi, odamlarni yaxshi ko'rsa yomonmi? Odamlarga mehrli bo'lish yaxshi-ku deymiz. Lekin xuddi shu narsani me'yordan ortig'i bolani juda ko'p xatolarga yo'l qo'yishiga olib keladi. Ya'ni buni oqibatida ishonuvchanlik kelib chiqadi. Buni oqibatida soddadillik vujudga keladi. Do'st bilan dushmanni bir-biridan ajrata olmay qoladi va kuchli uni odamlarga bo'lgan kuchli mehr muhabbat tufayli odamlar undan bezadi. Nima deysiz, mana shu kuchli mehr muhabbat ham odamlarning g'ashini keltirib, ularga g'ayritabiiy bo'lib tuyula boshlaydi. Qarang, oddiygina bir narsa, asli bu ijobiy, lekin me'yordan ortiq esa salbiy oqibatlarga olib keladi. Bemehrlik esa, ya'ni uning teskarisi yetarli darajada mehrlik qila olmaslik esa alamzadalikni vujudga kelishiga olib keladiki, buni alamzadalik oqibatida bola butun hayotda jabrlanib yashaydi. Chunki do'stga muhtoj bo'lib qoladi. O'z xatosi uchun hamma o'zi javob beradi degan pozitsiyada to'g'ri yo'l tutamizmi yoki nima bo'lsa ham mana shu xatoga yo'l qo'ymaslik kerak. Mayli meni yomon ko'rib qolsa ham, mayli meni dushman deb bilsa ham shuni aytaman degan pozitsiya to'g'rimi? Ayblash bilan xato bu ikkita narsa-ku. Ayblash bu yurisprudensiyada bu jinoyatchi. Xato bu hayotda nima deydi? Uchraydigan narsa. Ishda ham uchraydi. Ya'ni bir masalan bizni soha bo'yicha olsangiz, endi bizni sohada mana shu institutda o'qib yurganimiz ham o'sha yerda aytishganki, sizlar o'qishni bitirasizlar. Bitirish ishga qadam qo'yasizlar. Mustaqil bo'lasizlar. Bitta harfda ham adashsanglar, xatolik qilsanglar, xatolik qo'ysanglar, bitta harf hal qiladi. Yo A yo B. Bittasi tushib qoladimi, boshqasi xato bo'ladi. Shunga nihoyatda ehtiyot bo'ling. Ana yaqinda shu Yunusobod tuman sudida bir ish bo'yicha mana advokat qilib yollashdi jabrlanuvchi tomonidan. Men soglashение qilishdi. Men borib ish bilan tanishdim. Ishni ko'rsam shunday bir qo'pollikki, xato emas bu. Hali tergov olib borgan odam, birinchi hali surishtiruv o'tkazgan shaxslar umuman xatoga emas, aybga yo'l qo'yishgan. Haligi hayron qoldimda, delan o'qib bo'lgandek o'zimga empik qilib oldim. Maylaki sudda enaki ko'rdik shu ishni. Qanaqa jinoyat bo'lgandi? Bu jinoyatda bo'lgani shuki, 3 kishi kechqurun uyida o'tirib ichkilovazlik bo'lgan. Ichkilovazlik bir paytda bir jabrlanuvchidan "Binama to'g'rilab berasan" deb shu pulga kelishgan ekan. O'sha pulni shunda qolib ketib, u ham esdan chiqib ketgan, bu ham esdan chiqib ketgan. Bunaki qo'ng'iroq qilib, bunaki sen palon joyga chiqib tur deydi. Xullas hali bolani olib kelib, uyiga olib keladi. Hali bola kelayotganda o'sha puldan qisman olib qo'yadi. Oladi-da, unga berish uchun. Uyiga olib keladi, o'tirib, bunaki buni urishadi. Bu qochib chiqdi, yana qaytarib olib kirishadi. Bu benzin top deydi. Baklashkada benzin toptirib kelib, sep ustidan deb hali aniqlar. Ustiga sepyapti. Hali bola bir amallab o'sha uydan chiqib ketib, agar o'sha tergovchi shuni vaqtida o'qigan deydi, buni har bitta yozilgan narsasiga e'tibor bergan deydi, bu xatolik bo'lmasdi. Tergovchining xatosi nimada bo'lgan? Tergovchining xatosi ishi yuzaki tergov qilgan, yozilgan narsalarga, ekspertiza xulosalariga ahamiyat bermagan. Ularning ishida g'irt harakatida o'limga suiqasd qilish harakatlari bor. O'limga suiqasd qilish. Lekin tergovchi ishni olib borayotganda shunga ahamiyat bermasdan, bularni ko'rgazmasdan aytib qo'yibdi. Ahamiyat bermasdan turib, haligi joyda bundan yuzaki ko'rib 105-modda bilan haligi bilan yarashtirib olish ham mumkin, ishtirab ham bor. Mana kechida hukm chiqdi, tergov bo'lib sudga chiqdi. Enakin bular anaqa qildiki, enakin kattasiga 16 yil, qolganlariga 15-25 olib ketishdi. Beayb Parvardigor, har birimizning katta-yu kichik xatolarimiz bor. Kimdir xatolarini ko'rib, uni tuzatish uchun urinadi. O'z umrini yana ham mazmunli, chiroyli o'tkazishga, insonlarga yordam berishga, ko'mak berishga harakat qilib o'tadi. Kimlar esa xato qilishingni kutadilar.
dushman ham yaxshi ustoz. To'g'ri. Chunki dushman sizni xatolaringizni eng avvalo birinchi ko'radi. Zaif nuqtalaringizni ko'radi. O'shanga qarab yo'lingizni to'g'rilab olasiz. Shuning uchun voydod, men dushmanim ko'p deb haligi noshukrlik qilish ham yaramaydi. U sizni zaif nuqtalaringizni aytib turadi. O'sha zaif nuqtalaringizni haligi tuzatib olish kerak. Farzandlarni xatolardan muhofaza qilish, xatolarga qarshi immunitet hosil qilish yo'li bormi? Nima deb bo'ladi? Albatta bor. Birinchisi oiladagi ma'rifiy darajaga bog'liq. Ikkinchisi oiladagi og'zi birlikka bog'liq. Uchinchisi oiladagi ibratga bog'liq. Biz to'g'ri bo'l desak, o'zimiz egrilik bilan rizq topib kelsak. Aytsakki, mana bu e'tiqod mana bunaqa desak, e'tiqodsiz ishlarni qilsak, u hech qachon haligi tarbiya bo'lmaydi. Chunki qush uyida ko'rganda qiladigan maqol bor. Ikkinchidan, farzandlarga qattiqqo'lroq bo'lish kerak. O'zimizni xatolarimiz haqida farzandlarimizga aytib tursak ham, bu unchalik zarar qilmaydi. Birovni tuhmat qilish bu ham xato. Birovga ta'na qilish bu ham xato. Yolg'on gapirish bu ham xato. Ikkiyuzlamachilik bu ham xato. Hasad bu ham xato. Ko'rolmaslik bu ham xato. Shuhratparastlik bu ham xato. Xatolar nihoyatda ko'p. Lekin fazilatlar ham xatolardan kam emas. Shu farzandlarning ko'zini dunyodan xato izlashga emas, go'zallik, yaxshilik, ezgulik izlashga o'rgatish kerak. Kechirib bo'lmas, tuzatib bo'lmas xatolar bormikin? Bor. Xo'sh. Bor. Masalan, millatning manfaati va kelajagi uchun xos bo'lgan narsalarga mas'ul bo'lgan odamlarning xato qilishini banda ham Xudo ham kechirmaydi. Yoki mana farzandning otaga xiyonati. Tarixda ko'p bu narsalar misol uchun. Yoki mana ota-onalarning farzandlarining noto'g'ri tarbiya qilishi ham bu juda yirik xato, kechirib bo'lmaydigan xato. Xatolarni kechirish masalasiga qanaqa qaraysizlar? Shunaqa odamlar bor, ularni kechirsangiz, kechirgan saringiz yana kechiraverar ekan deb yana xatoni qilishda davom etaverishadi. Juda katta oqibatlarga, salbiy oqibatlarga olib keladigan xatoni albatta kechirib bo'lmaydi. Mayda xatolarni esa u bilan birga tuzatish uchun hamkorlik yo'liga tushirib olsangiz shu odamni, unda uni kechirish mumkin bo'ladi. Yana shunaqa odamlar toifasi borki, kimlardir juda kechirimli bo'la olishadi, kimlardir esa buni uddasidan chiqisha olmaydi. Bu uni ko'proq temperamentiga bog'liq, ya'ni asab sistemasining xususiyatidan kelib chiqadi. Xoliriklar kuchsiz asab sistemasiga ega bo'lib, juda ta'sirga tez berilishadi. Natijada ular ichki kechirmalarni juda chuqur boshdan kechirishlari ham mumkin va ular ko'proq kechirimli bo'la olishmaydi. Kechirishlari kerakligini aqllari ko'rsatib tursa-da, buni his qilsalar-da, lekin o'sha qoldirgan izlarni, ya'ni o'sha jarohat qoldirgan izlarni, o'sha ichki kechirmalar qoldirgan izlarni sidirib tashlashlari juda ham qiyin bo'ladi. Sangviniklar, flegmatiklar esa muvozanatlashgan asab sistemasiga, kuchli asab sistemasiga ega bo'lib, ular hissiyotlarni to'la boshqara olish imkoniyatlariga egalar. Oqibatda ular ko'proq kechirimli bo'lishadi. Endi shunaqa odamlar bor. Men shuni kechirmayman, men ish qilgan ishini. Hech qachon yuragimdan chiqarmayman desam, qanaqa kechiravergan o'zi bilmay qoladi. Nimaga desangiz, u shunaqa imkoniyatga ega, chunki uning asab sistemasi muvozanatlashgan. O'zining hissiyotlarini boshqarish bilan birga yana unda o'sha hissiyotlar unaqa juda chuqur o'tmagan bo'lishi mumkin. Aytishadi, osongina kechirib yuboradi. Ya'ni odamlarga bo'lgan uning kuchli mehr-muhabbati ham ko'pincha unga yordam beradi o'sha xatolarni bartaraf qilishga. Endi har birimiz o'zimiz sohamizni ozgina bo'lsa ham advokati sifatida bitta gap fikr bildirganimiz ma'qul. Bemorlarning o'zlarini bizni tavsiyamizga quloq solmasdan yoki biron bir yo'llanma bilan kerakli tashkilotga shu muassasaga yuborilganda u yoqqa emas, meni tanishim bu yoqda ekan. Bu endi mentalitetdan kelib chiqqan holda bemorlarning o'zini kamchiligi orqasida bo'ladigan kamchilik yoki bizda aksariyat holatda men to'yimni o'tkazishim kerak, men farzandimni uylashim kerak, bir 2 oydan keyin kelay, 3 oydan keyin kelay yoki yaxshi bo'lib qoldim-ku, mana bizning sohamizda to'xtaladigan bo'lsak, nur davosi yoki ximiya davosini olgandan keyin operatsiya qilmasa ham bo'lar ekan-ku, ancha yaxshi bo'lib qoldim-ku deb ketgandan keyin bu kasallikni keyingi stadiyalariga o'tib ketgandan keyin u kasallikka biz yordam bera olmaydigan holatlarga olib kelish sabablari bo'ladi. Mustaqillikka o'tganimizdan keyin yurtimizda juda ko'p o'zgarishlar bo'lib ketdi. Har bir sohada. O'sha qatorda yurisprudensiya sohasida ham yaxshigina o'zgarishlar berdi. Mana bitta biz uchun, inson uchun eng aziz narsa bu Qur'oni Karimda ham aytganki,
o'zi bergan jonni o'zi olish kerak. Ana o'shalarni inobatga olib, men baland ovoz bilan aytaman. Prezidentimiz juda bir yangilik bir kiritdilarki qonunga. O'lim jazosini olib tashladilar. Bundan tashqari yana ko'p o'zgarishlar bo'ldi yurisprudensiyada. Mana har bir konstitutsiya kuniga 15 yilligiga boshqa har bir yaxshi bayramlar munosabati bilan mana insonni o'sha qamoqda yotganlarga nisbatan prezidentimizga amnistiya to'g'risidagi aktlari chiqdi. Bundan ortiq menimcha yaxshilik bo'lmasa kerak. Shu yurtimiz tinch bo'lsa, biz ham tinch bo'lamiz. Eng muhimi, inson o'z xatolarini to'g'ri anglab, vaqtida tuzatib, bundan buyongi xatolaridan o'zgalar jabr ko'rmasligiga harakat qilsa, qanday yaxshi bo'lardi. Xato qilishingni kutarlar. Shunday insonlarning boriga ham shukr qilishimiz kerak. Sabab aynan ular tufayli biz kamroq xato qilishga, kamroq qoqilishga, barcha ishlarimizda mukammallikka erishishga harakat qilamiz. Mana shu nuqtai nazardan ham xato qilishimizni kutib yashayotganlarning borligi ayni muddao. Tavbaning eshigi hamisha ochiq deyiladi. Tavbaning eshigi hamisha ochiq. Xato qildingizmi, tuzatib ketavering. Lekin xato qilishni endi kasb qilib olmas kerak. Odam xato qilar ekan deb, men bugun xato qildim, erta xato qildim. Xudo ham obro'yni, zakovatni, iste'dodni ignani uchidek yoki o'ymoqdek tomchi beradi. Olmoqchi bo'lsa, tomchi bergan narsasini chelak bilan oladi. Shuning uchun bitta xatodan, ikkinchi xatodan, uchinchi xatodan xulosa qilib, to'g'ri yo'lga tushib, ibodat yo'liga, ilm yo'liga, kashfiyot yo'liga, yaxshilik yo'liga kirdingizmi, endi bu yoq ravon bo'lish kerak. Va yana bitta narsa, yana bir kamchiligimiz bor-da, biz xato qilganmiz falon yoshimizda, boshqalar ham xato qiladi demas kerak. Biz xato qildikmi farzandlarga aytish kerak. O'g'lim, qizim, shogirdim, biz mana bu sohada xato qilganmiz. Siz qilmang. Siz mana bu yo'lni tanlang. Yana bir joy bor-da, mana siz aytdingizki, maktab paytida xato qilsak, o'qituvchilarimiz tuzatib qo'yardi dedingiz. Hayotda unaqa o'qituvchi bo'lmaydi. Bizlarni xatolarimizni tuzatadigan bu o'zimizni vijdonimiz bo'ladi, o'zimiz bo'lamiz. Endi mana shu xatolardan saboq chiqarish ham insonni komillik darajasi bilan bog'liq. Azizim, bu dunyoda har narsaning foydasi bor. Xatolardan ham to'g'ri xulosa chiqarsak, o'zimizga, yonimizdagilarga katta foyda bo'ladi. O'zganing xatosini emas, tirnoq ostidan kir qidirish emas, avvalo o'z xatolarimizni va yor do'stlar xatolarini tuzatishga bel bog'lasak, ayni muddao bo'lar edi. Bugungi suhbatdagi kamko'slarni esa albatta afv etasiz, kechirasiz. Fikrlaringizni bajonidil quloq tutamiz. Fikrlaringizni kutib qolamiz. Xatolarni esa birgalikda tuzatishga harakat qilamiz. Azizim, siz dono suhbatdoshimizsiz. Sizning xatoyingizdan biz ham aziyat chekamiz. Ilohim, ikki dunyoda ham xatolarimiz kechirimli bo'lishini, xatolarsiz yashashni, xatolarsiz ro'baro bo'lishni hammamizga nasib etsin. Omon bo'ling, azizim.